Tristardan Atachentolar. Beyaz 001 baza Atachentoyimiz. Bu qumsiz bo'ladi. Barq effektini berib turadigan Atachento. Bir chalagi 25 kvadratmetrga bemalol yetadi. Buning narxi 900 ming so'm. Agar sizda примерно 40 kvadratmetr joy bo'lsa, sizga bu ikkita chalak bemalol yetadi. Tak narxi 1 800 ming so'mga to'xtaydi. Ikkinchi bazamiz, pесочный bazamiz. Mana qumli bo'ladi. Qumlari ham juda ham zo'r, yaltiroqligi juda ham zo'r. Super moshi mahsulot, bemalol yuvsanglar ham bo'ladi. Qumlari to'kilib ketmaydi. Bir chalagi 25 kvadratmetrga bemalol yetadi. Uning narxi 800 ming so'm. Ya'ni sizda ham yana 40 kvadratmetr примерно joyingiz bo'lsa, ikkita chelak olsangiz bemalol yetadi. Sizga 1 600 ming so'mga to'xtaydi. Sizlarga uchinchi bazamizni ko'rsataman. Bianco B01 bazamiz mayda qumli bo'ladi. Nur tushgan paytda, chiroq nur tushsa, kumush rangga o'xshab tovlanib turadigan mahsulot. Buni ham bir chelagi 25 kvadratmetrga bemalol yetadi. Uning narxi 850 ming so'm. Yana sizda 40 kvadratmetr примерно joyingiz bo'lsa, ikkita chelak olasizlar, bemalol yetadi. Bu sizga 1 700 ming so'mga to'xtaydi. Bu uchala mahsulotimizni xohlaganidan 10 ta chelak olsanglar, bitta chelagini bonus sifatida qo'shib beramiz.